Muhammad Targ'ay, Ibn Shokur, Ibn Timur, Ulug'bek Qo'ragon. 1934-yil 22-martda Sultoniyada tug'ilgan. Timuriylar davlatining hukmdori, davlat arbobi, buyuk astronom, yulduzshunos va matematik. 5 ta tilni turkiy, arab, fors, mo'g'ul va oz miqdorda xitoy tillarini bilgan deb taxmin qilinadi. Ulug'bek hukmronligi davrida uning e'tibori va homiyligi tufayli Timuriylar uyg'onish davrining madaniy cho'qqisiga erishdi. U 1424-1429 yillarda Samarqandda Ulug'bek rasadxonasini qurdirdi. Samarqandda va Buxoroda Ulug'bek madrasasini qurdirib, ushbu shaharlarni O'rta Osiyoning madaniy ilm markazlariga aylantirdi. Ulug'bek keyinchalik ko'plab olimlar tomonidan 15-asrning eng buyuk astronomi sifatida tan olingan. Ulug'bek ilm-fan olamida buyuk astronom sifatida mashhur. Bu borada u amalga oshirgan eng buyuk ish Jadid Qo'rag'oniy deb nomlangan astronomik jadval hisoblanadi. Ulug'bek tibbiyot va musiqaga ham qiziqqan, she'rlar ham yozgan. Alisher Navoiyning Majolis Nafois asarida uning she'rlaridan namunalar keltirilgan. Olimdan bizga 4 ta asar meros qoldirilgan. Jadid Qo'rag'oniy, 1 daraja sinusini aniqlash haqida risola, Risolai Ulug'bek, Tarixi Arba ulus, 4 ulus tarixiga oid kabi asarlari Ulug'bekning mashhur asarlari hisoblanadi.